Hayit dasturxoningiz uchun og'izda erib ketadigan jig'ildonni qaynatmaydigan eng mazali bo'g'irsonni masliga o'rgatib qo'yaman. Albatta, retsept ko'rishdan oldin bitta yurakcha bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'laman. Ko'pchilik mol yog'i, qo'y yog'i, charvi yog'iga tayyorlaydi. Agar jigaringiz o'zingizga kerak bo'lsa, saryog'ga tayyorlashingizni maslahat beraman. Eritib olingan saryog'ga suv solasizlar. Suvi muzda emas, iliq holatida bo'lishi kerak. Albatta, shakar o'rniga sug'ishoniy moloko solishingizni maslahat beraman. 1 choy qoshiq tuz solib, bir xil massa bo'lishi bilan oliy navli un, 1 choy qoshiq razriqli solib, yumshoqqina xamir qorib olasiz. 20 minutga xamiringizni tindirib qo'yib, bemalol ishlaringizni qilsangiz bo'ladi. Men orada kirlarimni Timson poрошоклari bilan yuvib oldim. Siz ham kiyimlaringizdan 1 oy, 2 oy tursa ham parfyum hidi kelib turishini xohlasangiz, Timson poрошоклaridan albatta foydalanib ko'ring. Tingan xamiringizni o'rtacha qalinlikda yoyib olib, videoda ko'rsatilganidek qilib, o'rtacha qalinlikda kesib olasiz. Chuvli yordamida videoda ko'rsatilganidek qilib figura tushirib olasiz. Oldindan qizdirilgan past olovda singitib, bo'g'irsoqlarni pishirib olasiz. Oldindan aytaman, agar siz baland olovda pishirsangiz, bo'g'irsoqlaringiz qizarib, ichi pishmay qolishi mumkin. Ushbu retsept bilan siz bemalol 170 ming kilosini hayit arafasida sotishingiz mumkin. Retsept sizlar uchun yengillik bo'lgan bo'lsa, videoni hoziroq saqlangiz qilib, yaqinlarga yuborib qo'yinglar.